Kimlardir sovg'a olgansiz? Hozir falsafiy javob berishim kerakmi? Nima deyishim? Juda yaxshi savol berdingiz. Tak. Hayotingiz davomida olgan eng yaxshi sovg'angiz? Eng yaxshi sovg'a men o'ylaymanki bu dunyodagi meni faqat ota-onam, yaqinlarim. O'shani o'zi sovg'a. Bu narsa, buyum hammasi qolib ketadi-yu bizdan. Shunaqa. Men shuni deb o'ylayman. Kimlardir sovg'a olgansiz? Bu sovg'a sizga juda ham qadrli. Этот. Наверное, gul. Да. Sovg'a Xudodan farzand oldim. Nima deyishim? Juda yaxshi savol berdingiz. Tak. Olganmi? Kimlardir sovg'a olgansiz, u sizga haligacha qadrli. Haligacha qadrli. Nima deyishim? Juda yaxshi savol berdingiz. Tak. Misol uchun endi o'zi podarka desak, juda ko'p podarka olmagan ekanman ham. Shu nima desam ekan? Sovg'a. Buni hozir qayerga qo'yasizlarmi? Sovg'a qanaqa sovg'a olganman o'zi? Bilmadim to'g'risi. Xo'p. Telefon bo'lsa kerak. Kimdan olgansiz bo'lmasa? O'zimga o'zim sovg'a qilganman. O'zingizga o'zingiz sovg'a olgansiz. Bu insonlarning e'tibori eng yaxshi sovg'a deb o'ylayman. Chunki kimgadir e'tibor berish yoki kimgadir yaxshi niyat, yaxshi gapirishning o'zi eng katta sovg'ada siz uchun. Chunki kimlardir ko'ra olmashi mumkin yo boshqa qila olmashi mumkin, lekin eng yaxshi narsa e'tibor deb o'ylayman. Прыжок со скалы. Eng yaxshi sovg'a Ya'ni sizga kimdir sovg'a qilgan, u sovg'a siz uchun qadrli hozirgacha. Rossiyada avtomarkada ishlaydim, o'sha yerda direktorimiz krossovka sovg'a qilgan o'sha yerda. Demak, o'sha sovg'a sizga qadrli bo'ldi. Shunda. Сам себе телефон купил. Hozir falsafiy javob berishim kerakmi? Oddiy javob bersangiz ham bo'ladi. Endi ota-onam tarafdan oladigan bo'lsak, bergan tarbiyasi va imkoniyatlari deb o'ylayman. Sababi hech qachon chegaralashmagan. Ishga kiraman desam, kir deyishgan, bo'shayman desam, mayli bo'shaver deyishgan, biznes qilaman desam, unga qarshilik qilishmagan. Demak, imkoniyatlar. Har doim imkoniyatlar yaratib berishgan. Masalan, til o'rgatishgan yoshligimdan. Shu deb bilaman. Ya'ni materialniy sovg'alar bilmadim, esimga kelmadi unchalik.